Assalomu alaykum. Chaqiruvchi kelgandi. Hop, mana bu sirkulyatsiya nasosi alishtirib berdik. Ishlamay qolgan ekan, tutab ketgandi. O'rniga o'ziniki eski tutab ketgan ekan, o'rniga boshqa Gronfos tipidagi sirkulyatsiya nasosini qo'yib berdik. Hop, keyin bu yerda sanlik yetib kelgan ekan, sanlikni alishtirdik, xudo xolisa. Hozir endi yoqib tekshiramiz. Отопление bilan topli polga ishlaydigan sistema qilingan, issiq suv olib tashilgan, suv ulanmagan. Soat отопление bilan topli polga ishlayapti. Nasosni, sirkulyatsiya nasoslarini qo'shimcha sistema uchun qo'yilgan nasoslarni yoqib yuborsak, xudo xolisa ishlashi tezlashadi, yaxshilanadi. Hozir ishlashi yaxshi. Hozir normal holatda? Yaxshi. Intergaz kotelimiz, 2 kontrol isitish qozoni. Xo'p, ventilyator ishlashi yaxshi, resostat ishlayapti. Sirkulyatsiya nasosimiz ham ishlayapti. Ishlashi yaxshi.